Assalomu alaykum. Bugun PowerPoint'ga dizayn tayyorlashni o'rganamiz. Bu uchun bizga PowerPoint dasturi kerak. Mana tustoy listga kiramiz. Qanday dizayn tayyorlamoqchisiz, o'shani rasmni topishingiz kerak. Sizga tashab qo'ygan rasmlarimdan birinchi mana bu dizaynni taxlaymiz. Kirgan paytingiz mana qarang. Eni rasmga to'g'ri kelmaydi. Listni eni rasm bilan bir xil bo'lishi kerak. Rasm tanlab olamiz. Format rисункка kiramiz. Mana bu yerda rasmni o'lchamini ko'ramiz. 19:5 bu bo'yi, listni ham bo'yi 19:5, rasmni ham bo'yi 19:5. Bizga mana bu eni kerak. Kirib tanlab olib, Ctrl A bilan Ctrl C ruskisini bossak kopi qiladi. Keyin bu yerdan konstruktorga o'tamiz. Razmer slayder degan joydan настройка razmerga o'tib, shirinaga Ctrl A, Ctrl V qilamiz. Mana razmerni bossak, rasm bilan listni razmeri bir xil bo'lib qoldi. Keyingi qiladigan ishimiz mana bunday mehmonxonani rasmini topish va orqadagi fonni, mana bu kabutchani topish kerak, alafchani. Google ga kiramiz. Google da fotoapparatchani olib, mana bu yerdan vыбрать fayl degan joydan rasmni tanlaymiz. Qaysi rasmni taxlayotgan bo'lsangiz, o'sha rasmni tanlashingiz kerak. Tanlaydigan joyni bir marta bosamiz. Mana tanlaydigan chiqqandan keyin o'zimizga kerakli joyni belgilaymiz. Mana rasmlar chiqadi. Rasmni o'ziga bosib, sifati yaxshisini topishimiz kerak. Mishkani o'ng knopkasi saqlanch qilib, kopировать qilmang. Mana bu yerda web yozilgan bo'lsa, JPEG yozilganini topishimiz kerak. Bu ham bo'ldi. Endi mehmonxonani topamiz. Mana bunday mehmonxona chiqdi. Buni ham tanlab olib sketch qilamiz. Sketch bo'lgandan keyin PowerPointni o'ziga o'tib,
rasmni tashlab olamiz. Mana. Rasmni kattaroq qilib, ozgina qiya qilamiz. Bu yoqdan rasm tanlangan payt oblast degan bo'lim bor. Oblast degan bo'lim ochilsa, rasmlarni ko'rib o'tirasiz. Keraksizlarni ko'zini masalan o'chirib yoki o'chirib udalti qilib tashlasangiz ham bo'ladi. Masalan, bu kerak emas, yozuv yozadigan. Bunisi ham kerak emas. Mana bu bo'ldi. Endi shakl ochamiz. Figuraga kirib, grupga kirib, Ctrl Shift ni bosib ochsak, teng bir xil ochiladi. Mana buni qo'yib, bu yoqdan ham ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Tomondan. Tak. Mana bitta aylana ochdik. Bu aylanani Ctrl ni bosib copy qilamiz 3 taga. Birinchisini rangini qora qilishimiz kerak. Endi vaqtinchalik bu yashilni ko'zini o'chirib qo'yamiz. Buni ozgina qimirlatib, zalivkaga kirib, pipetkani olamiz. Mana qora bo'ldi. Bunisini olamiz, ustiga qo'yamiz. Yana zalivkaga kirib, yana pipetkani olib, молочный qilamiz. Endi buni qo'ydik joyiga, buni ham qo'ydik joyiga. Ko'kni olib, faqat konturini net kontura qilish kerak. Zalivkasini o'chirib o'tirmaymiz. Endi rasmni kiritish uchun ana shu 3-chisini tanlab olamiz. Konstruktorga o'tamiz. Format fonga o'tamiz. Qaytib aylanani tanlab olib, рисунок или tekstura degan bo'limga o'tamiz. Mana bunday sariqcha bo'lishi kerak. Vstavkaga вставить degan joyga o'tib, iz faylidan skachet qilgan rasmimizni topamiz. Mana. Mana bunday tashlab beradi. Bu yoqqa faqat yozuvlari qolgan. Mana. Oblastga o'tib, orqadagi mana alafchani yoqib qo'ysak, bu yoqqa hotel qolgan, mana bu yerdagi yozuvlar qolgan. U uchun xohlang nadpisdan qiling, xohlang figurani ochib qiling, farqi yo'q. Mana figurani ochamiz. Bu yerga gumbaz deb yozamiz. Kapslukni yo'qinglar, angliyskiga qo'yib gumbaz deb yozamiz. Gumbazni Ctrl A bilan tanlab, glavnidan kattaroq qilamiz. Endi archaga kirib, mana rangi turibdi. Zalivkaga kiramiz, net zalivka qilamiz. Konturga kiramiz, net kontura qilamiz. Bittaga kichraytirsak ham bo'ladi. Bu ham bo'ldi. Endi original rasm ko'zni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Gumbazni copy qilib oldim. Luxury hotel deb yozamiz. Rangini qora qilib,
endi mana yozuvni yozdik. Joyini taxlayapmiz. O'lchamini ham taxlashimiz kerak bo'lsa. Endi bu yoqqa bookni deb yozishimiz kerak. Figuraga kirib, mana bu figurachani tanlab olib, bitta ochamiz. Pipetка bilan buni rangini taxlaymiz. O'sha o'zi bo'lsa palitraga o'zini qo'ysangiz ham bo'ladi. Book now. Yozuvni tanlab olib, qora qilamiz. Bu ham bo'ldi. Endi hotelni kod qilamiz. Qayta yozib o'tirish shart emas. Kontrolni bosib, shuni olib bu tomonga qo'yamiz. Faqat o'lchamini kattaroq qilish kerak. Tanlab oldim. Bu bo'ldi. Buni rangini gold qo'yish kerak, ya'ni tilla rang qilish kerak yozuvni. Google'ga kiramiz. Gold deb yozamiz. Mana chiqdi. Rasm o'rniga kirib, bu yerdan ham tanlaymiz. Ishdan knopka сохранить как. Mana bu yoqqa birinchi yozilgan. Böyle. Keyingisi yana PowerPoint'ga o'tib, mana yozuvni tanladim. Assalomu alaykum. Tadazorga maydan aytmoqchilar. Mayli kapitan. Yozuvni tanlagandan keyin konstruktorga o'tamiz. Format fonni bosib, bu yerdan qaytib tanlab, endi bizga mana bu yerdagi tekst deb yozilgan bo'limi ochiladi. Endi parametr tekst degan joyi kerak bizga yozuvga, rasmga kirish uchun. Endi risonga o'tamiz. Wstaychni bosib, dizaynim tayyor. Endi buni faqat birinchi slidshowga kirib, slidshowni bosib ko'ramiz ishimizni. O'zini katta bo'lgan, lekin ko'rinadi, yaxshi chiqadi. Endi JPEG qilib saqlaymiz. Faylga kiramiz, saqlash kartini bosamiz. Podkretni belgilaysiz. Рабочий stoldan saqlaymiz. Zip fayl degan joydan JPEGga qo'yamiz. Только этими босып, сохранить клавишками. Hozir taxlagan ishimiz. Mana shunday qilib taxlab tashlab qo'ying. Qolgan ishlarni ham ana shunday taxlash kerak. Mana hammasini Telegramga tashlab qo'yganman. Bitta hammasini bir bo'shdan taxlayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekamiz.